Hammaga salom. Bu men Fayza. Bugun biz sizlar bilan mana bizning dunyomiz ham yaratilib oldi. Lekin men Alex bo'lmayman. Skin modini yukladim. Mana shu skinni tanladim menimcha. Unda biz shu 75 kun yashagan dunyomizni ko'rib chiqamiz. Mana men bu yerda shuncha narsa to'plaganman. What the heck? Mana buni ko'rsatib o'tishim kerak. Men shuncha salyut yasaganman. Buni qanday qilgansiz desanglar, menda ajoyib va tez bo'ladigan manida creeper ferma bor. Mana bu yerda creeper fermam bor meni. Bu yerga banner blok qo'yganman. Va sizlar mana buni ko'ringlar. Bitta. Mana. Nimagadir o'xshatdinglarmi? What the heck? Mana bu yerga men narsa qo'ygandim. Ushlab turuvchi. Bunday qilasizlar. Va mana buni ushlab o'tirasizlar. Va mana bu yerda shunaqa do'kon ham qurganman. Yo, buni qo'yib qo'yamiz. Unoydagi banner blokni qanday qo'ygansiz desanglar, uni men to'g'risi aytaveraman. Men YouTube'dan ko'p qidirdim. What the heck? Yo, bor yo'qol. Men YouTube'dan qidirdim, Kvars o'zbekchani topdim. U kanalni ko'pchiliginglar bilsanglar kerak. Shu kanaldan noyob buyumlarni to'playmiz videosi. Yo, hamma buyumlarni to'playmiz videosiga kirgandim. Shuni qanday qilishni bilib oldim va men ham shunaqa qildim. Bu qanaqa ishlaydi desanglar? Mana. Xuddi shunaqa ishlaydi. Mana. Va bu yerda lava ferma ham bor. Men qurganman, bu yerda nezraga ketadigan joy bor. Bu yerda kitob javon bor. Mana bu yerda common block. Buni ham xuddi shundan topganman. Bu menga daraja beryapti. Va qaranglar, bu yerga agarda men suyak solsam, keyin bu reject bosganim bilan u mana bu shakar qamash o'sib chiqadi va u o'zi bilan olib ketadi. Mana buni qaranglar. Bo'ldi. Ana. What the heck? Mayli. Hozir bunga chalg'imiz. Buni olib qo'yamiz. Bu uyda men nima narsalar borligini ko'rsatib chiqaman. Mana bu yerda qishloqlar o'tiradi. Va bu yerda men yaxshi qiynalib yoqqan narsalarimni qilganman. Bu yerda eng g'alatisi bilasizlarmi? Mana bu narsa. Bu narsa nima menga kerak desanglar, bu menga vashi kerak emas. Aytib qo'yay, bu menga vashi kerak emas narsa. Orqamda turgan. Va mana shu narsa, mana turibdi, ana. Ashida turibdi. Bu menga umuman kerak emas, lekin bu noyob joyga qo'yib qo'ydim. Men buni menimcha 80 ta vantomni o'ldirdim. Buni men 30 kunda to'plab oldim. 30 kun ichida men shuni to'pladim. 30 kun. Shuni men 30 kun qilganimda o'shuning uchun. Yo, men bular bola tug'ishyapti, bola. Nima senlar bola tug'yapsan? Menga boshqa village kerak emas. Apkin qurg'ar. Turma yoqqa. Nima sen yotib olding? Bo'ldi. Bu yerdan prosta chiqib ketamiz. Endi qolgan joylar qayni ko'rsatsam bo'ladi? Bo'ldi, bildim. Manaqa gaz ham olganman o'zimga. Yo, burilmayapti. Mana men otim ham bor, nezrit arvoh kiygizganman. Umuman joni ketmadi. Bu yerda arvoh ham bor, ya'ni happy gas.
Bu yerda nimalar turadi desanglar, bu yerda biom kuchuklar. Mana shu biomniki, bu esa ana oldimizda oddiy yana bitta o'rmon bor ekan. Daraxtlar ko'p, lekin oddiy daraxtlar bor ekan, daraxtlar ko'p ekan. Shu biomdan topib oldim bu kuchukchani. Mana bu sandiq kimniki desanglar, bu esa topinglar. 3 sekund vaqt beraman. 1 2 3. Menimcha topdinglar. Bu o'sha Fayzoniki. Fayzo kim deydiganlar bo'lsa, uni YouTube kanali ham bor do'stlar. Va unga ham kirib obuna bo'lib qo'yinglar va Fayzadan salom deb yozib ketinglar. Va buni men ko'raman, xursand bo'laman. Bitta videosiga shunaqa deb yozib ketsanglar, men juda xursand bo'lgan bo'lardim. Uning kanali, uning nomi kommentariyada yoki havola tashlab qo'yaman o'zim. Nima qilishni ham bilmayman xullas. Xullas shunaqa. Kommentariyaga kirib albatta ko'ringlar. Bu yoqqaki. Qani yana bormi? Bormisanlar? Yana bormi? Zombi bormi? Menimcha yo'q. Yo'q, bu zombi. Men yana bitta fikr tug'ilishi mumkin sizlarda. Nimaga video olmayapsiz desanglar, bu oddiy. To'g'ri, men video olmayapman 10 kundan beri. Chunki menda men bir narsa, ya'ni ekran yozadigan ilova yuklagandim, shu rasvo ishladi hammasi. Ba'zilarini yuklab bo'lmadi. Nima bo'ldi? Command blockni ham ana shunda olganman. Chiq. Ha, bo'ldi. Mana bu yerda spannerlar ham bor. Spanner. Kreativga qo'yib, olib, qurgan demasliginglar uchun. Mana chitlar ham o'chik menda. O'chik hamma chitlar. Va bunga prosta sizlar qaranglar. Qatib qoldi. Bunaqa bo'lmasligi kerak edi. Minecraft yangi versiyaga o'zgargani sari menimcha do'stlar, bu Minecraft yangi versiyaga o'zgaraverib jonga tegdi. Nima desanglar, to'g'riroq jonga tegmadi. Bunga hamma modlarni o'zi qo'shaverayapti. Modlarni yuklashga hech qanaqa hojat yo'q. Va bu o'zgargani yaxshi deb o'ylayman. Modlar sekin-astalik bilan qo'shila boshlayapti. Va mana Minecraftda stop degan narsa, pauza degan narsa bor ekan. Men pastda ham ko'rinib turibdi, mana shu yerda ko'rinib turibdi. Pauza bo'ladigan. Nima, bu yangi versiya bo'lgani uchun shunaqa. Men oldin bunaqa Minecraftlar o'ynamas dedim. Minecraft 3al. Bu ko'pchiliginglarga tanish. Shuni o'ynar edim, unda faqat survival edi. Manaqa ko'rdik. Ya'ni manaqa pullarni ko'rishdi. Iloji yo'q edi. Hamma video ham zerikarli bo'lib ketdi shekilli menimcha. Do'stlar, shuning uchun ozginaga pauza. Men eslatib o'tishim kerak, command blockni 2 ta olgandim. Mana bu shu. Mana menda bor. Turibdi. Va mana bu yerda shuncha totem yoqqanmiz, raid o'tkazib. Mazali o'tirganmiz Fayzo bilan. Va bularni noyob narsalarni oldiga qo'yib qo'yamiz. Haqiqatan ham noyob, buni qo'ygandan keyin buzib bo'lmaydi. Ender Dragon'ni tuxumni buzib bo'ladi-yu. Bu ham noyob. Menimcha men uchun noyob deb o'ylayman. Kir. Yopil, bo'ldi.
Va mana bu yerga keldik. Ender Dragon kalasini. Shu yerda ham katta ko'rinib turibdi-ya. Va nima pastga tushib ketmayapti. Yo'q, pastga tushib oldi. Mana bu videoga pastga tushmadi. Burada buni bu yerga qo'yamiz. Bo'ldi, command block. Banner blok topmabman-ku. Asab buzildi endi. Mana bu eshik bor-da. Uchun bo'ldi. Va men sizlarga aytib o'tishim kerak, shuncha toshni qaydan olganmizdi. Va buncha toshni. Yo'q, o'lmaymiz. Sekin. Yurdik. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar, bolalar. Men 50 da bo'lishimga. Bos qol. Yaxshi ham kiyimim bor. Bo'ldi. Biz bu yerga kiramiz. Men kelib ham oldim. Bu yerda shunaqa uzun tunnel qazganmiz. Va video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Xayr do'stlar.